Opa, qalaysiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Qaraysan, yaxshimisan? Nima shamol uchirdi bu yoqqa? Ha, shu yerdan o'tib ketdi. Ko'ziga nima qildi? Ha, qo'yar, e'tibor berma. Yana o'sha maraz qo'l ko'tardimi? Ha, yo'q, unaqa emas, hammasi joyida. Hozir ko'rsatib qo'ymanmi, urush qanaqa bo'lsa, ushlab turayman meni qani? Qayerdasan? Bu yoqqa chiq. Erkak. Qaynajon, iltimos qilaman, olib ket meni. U xotin emas, bu Gerakl. 3 kundan beri uradi, qo'lim qaranoq tashadi. Oyog'im singan, bosimni yorgan. Olib ket, qayna. Bo'l. Hozir 1 minutda, 1 minut. Nima qilding buni? Yana ham erim ayadan o'zi o'ldirib olmoqchi edim. Ko'zingni ko'kargan unda. Ustiga chiqib bitta tiqib olmoqchi edim, tirsak tegib ketdi. Tez hamma narsalarni yig'ishtir. Nimaga? U pabekka chiqib qochib ketasan, bu ustingdan o'zing qamalib ketasan. To'xtada, bitta telefon. Zapal bo'ldim.